Assalamu alaykum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısında görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Ən aldı bilan xəbərlərimizdən qısqaça məzmununu tanıştırıb ötürürüz. Qazaxıstanның muavin ministri Serik Jumangan atalmış Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun sekretari Maşinli bilan müzakirələşkən. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Şərq Türkistan xalqı musulmon həmkarlıq təşkilatı vəkilləri ömkünün 200-lümçilikini qattiq ayıplaydı dedi. Kanadadakı karxana əxlaqını küzətiş orqanı Walmart, Hugo Boss və Diesel şirkətlərinin təminləş zəncirində məcburi əmgəkinin bar yoxluğunu təkşürgən. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Astana vaxtı xəbər toruning 24 avqust günüdəki xəbərə qaraganda Qazaxıstanның muavin ministri, şundaqla Savdo və Birgəvdiləşiş ministri Serik Jumangan atalmış Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun sekretari Maşinli bilan həmkarlıqni kuchaytirishning istiqboli, Urumchida yangidan barliqqa keladigan to'salg'ularni etish to'g'risida muzokiralashgan. Maşinli Xitoyning bir balbaq bir yo'l qurilishini taraqqiy qildirishda Xitoyning g'arbiy darvozasi deb atalgan atalmış Şinjan Uyğur Avtonom rayonining muhim rol o'ynaydiganligini aytgan. Aldınqı ili atalmış Şinjan Uyğur Avtonom rayonining savdo umumiy sommasi 246 milliard yuan, ya'ni 33 milliard 800 million dollarga yetgan. Bunun içinde O'rta Osiyo davlatlari bilan qilingan savdo 119 milliard yuan, ya'ni 16 milliard 300 million dollar bo'lgan. Maşinli taraflar o'rtasidagi o'zaro munosabatni kuchaytirish, barliq chegara tekshirish punkti va Almuta Urumchi aeroplanlarining qaytadan ish boshlaganligini aytib, yuk tashish qatnashi tezlanmoqda. Qo'rg'as tekshirish punkti kecha-kunduz ishlaydi. Taraflar dehqonchilik mahsulotlarini to'shish uchun yeshil koridorni yo'lga qo'ydi deyish orqali temir yo'l va tosh yo'l transportidagi savdo va iqtisodiy hamkorlikni cho'nqurlashtirib, yangi ashyo obort markaz qurib, uchish qatim sonini oshirishga ilhom bergan. Maşinli yana madaniyat almashtirish, Qozog'istondan kelgan korxonachilarni jalb qilish uchun xalqaro savdo muhiti yaratish va atalmış Şinjanga mablag' selishni, Qozog'istonlik o'quvchilarning Xitoy ma'rifi bo'yicha tarbiyalanish haqqini bekor qiladiganligini o'ttirg'a qo'ygan. U aviatsiya yuk oborti, yo'lovchilar aylanishi va elektronlik savdoni kuchaytirishning muhimligini ta'kidlagan. Jumangarin Sharqiy Qozog'iston rayonidagi bir universitetga Xitoyning ilg'or texnika bo'yicha mutaxassislarni tarbiyalash turi bo'lgan Luban kursining pat arada ochilganligini ta'kidlash bilan birga, atalmış Şinjanning suv ishlatishda amaliy tajribaga ega ekanligini muayyanlashtirib, sug'urish, suv tejash va chiqim sistemasidagi tajribalarni o'rtoqlashishni talab qilgan. Xitoyga eksport qiladigan Qozog'istonning go'sht mahsulotlariga aloqador hayvonotlardagi kasalliklar tufaylidan g'am qiladiganligini, savdodagi barliq to'salg'ularni elib tashlaydiganligini aytgan. Qozog'iston bilan Xitoy o'rtasidagi savdoning 40% ga yaqin qismi atalmış Şinjanga munosabatlik bo'lib, 1-oydan 6-oygacha Qozog'iston bilan atalmış Şinjang o'rtasidagi savdo oborti 8 milliard 500 million dollarga yetib, bulturqi o'xshash mezgildagiga solishtirganda 87,3%, ya'ni 4 milliard 500 million dollar oshgan. Oldingi oyda Qozog'istondan atalmış Şinjanga qilingan eksport 36,5% eshib, 6 milliard 100 million dollarga yetgan. Atalmış Şinjangdan Qozog'istonga qilingan import 2,2 eshib, 6 milliard 200 million dollarga yetgan. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti bununla Twitter hisobidan inkos qaytarib, Qozog'iston bilan Xitoyning hamkorlashishi deganlik bugun Şərq Türkistondagi qon qarindoshlarini setish, ata xuddi Şərq Türkistonga o'xshash eglik huquqini Xitoyga tartqizib qo'yish deganlikdir. Belki qolganning so'ziga ahamiyat berish kerak. Xitoyning tatliq so'zlari balki qisqa muddatlik foyda yetkazishi mumkin. Ammo davlatning manfaatini uzun muddatlik ziyonga uchratishi muqarrar dedi. 26 musulmon davlatidan kelgan vakillardan tashkil topgan Islom hamkorlik tashkiloti vakillari umiki Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan atalmış Şinjangni ziyorat qilib e'lon qilgan dokladida Xitoyning Sharq Turkistonga taraqqiyot va muqimlik elib kelganligini bayon qilgan. Atalmış Şinjang gazeti to'rining xabariga qaraganda 20 avgust kuni atalmış Şinjang Uyg'ur Avtonom rayonining raisi G'alcha Erkin Tunyaz va partkom sekretari mustamlikcha Qanxo'r Maşinli Dünya İslam hamkorlik umikini kutib olib, suhbat elib borgan. Maşinli Amerika boshliq g'arbdagi Xitoyga qarshi kuchlarning atalmış Şinjangdagi kishilik huquq to'g'risida fitna ig'vo tarqitib, atalmış Şinjang orqali Xitoyni cheklash g'arazini ishga oshirmoqchi bo'lganligini, Islom hamkorlik tashkiloti, islom dunyosidagi haqiqatparvar ulamolarning atalmış Şinjang uchun amaliyotni yoqlaganligini, buningga rahmat aytadiganligini
Vəkillər ömürkünün atalmış Şinjan ziyarəti jarayonida ko'rgan bilganlarini xalqaro jamiyat bilan o'rtoqlashib, ularning atalmış Şinjan haqidagi tunishini o'stirishga turtkilik rol o'ynashini umid qilganligini bildirgan. Pakistan axborotlarimi 20 avgust kuni mazkur tashkilot vakillarining Xitoy va atalmış Şinjan ziyoratini xabar qilib, Xitoyning tashviqotini qilgan. 17 avgust kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrligi to'ri e'lon qilgan xabarda Xitoyning muavin tashqi ishlar ministri Deng Li Islom hamkorlik tashkiloti vakillari umkining Xitoy bilan islom davlatlari o'rtasidagi munosabatni quyuqlashtirishda ko'riklik rol o'ynaydiganligini ta'kidlagan. Vakillarmi Xitoyning iqtisodining taraqqiy topganligini va musulmon davlatlarga yordam berayotganligini, Xitoy bilan izchil hamkorlashishni xohlaydiganligini bildirishgan. İslam davlatlari vakillarining yerginishlik bu ikkiyuzlamachi qilmishlari Hindiston axborot kanallarining va kishilik huquq faoliyatchilarining qattiq tanqid va masxara qilishiga yo'l ochgan. Sharq Turkiston surgunda hukumati Twitter hisobida buningga qarta inkas qaytirib, Sharq Turkiston xalqi musulmon davlatlari vakillari umkining Xitoyning musulmonlar ko'p sonliqni egallaydigan Sharq Turkistonda ilib berayotgan mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakatini qo'llashdek ikkiyuzlamachilik qilmishini qattiq ayiblaydi dedi. Kanadadagi korxona axloqini kuzatish organi Walmart, Hugo Boss va Diesel shirkatlarining ta'minlash zanjirida majburiy emgakning bor yo'qligini tekshirgan. Yayloq kuni vaqti xabar to'rining 24 avgust kunidagi xabariga qaraganda, korxonaga mas'ul vakolatchi Sheer Mayer Hopper 3 parcha doklad e'lon qilib, shirkatlarning hech qaysisining Kanadada sotgan mahsulotlarining qul emgakidan ishlanganligini ko'rsatish uchun yetarlik tirishchanlik ko'rsatmaganligini aytgan. Walmart, Hugo Boss va Diesel'dan iborat bu 3 cho'ng shirkatning Kanadadagi tarmoqlari ta'minlash zanjiridagi materiallarning Xitoyning atalmış Şinjandagi Uyg'urlarni majburiy emgakka selishi natijasida ishlab chiqarilganligi bilan ayblangan. Walmart, Hugo Boss va Diesel qatorliqlarning hammasi o'zlarining qul emgakiga qarshi turish kelishimining kuchli qo'llovchisi ekanligini, mahsulotlarning kelish manbasini tekshirganligini aytgan bo'lsa-mu, Mayer Hopperning gapiga qaraganda hech qaysisi ayblashlarning o'rinsiz ekanligiga aloqador yetarli uchur bilan ta'minlanmagan. Mayer Hopper murakkab masala shuki, Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar boshqa davlatlarda pishiqlab bartaraf qilinadi. Vyetnamga o'xshash davlatlardan import qilingan mahsulotlarni iz qo'g'laganda Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgakka selishiga chetildi degan. Mas'ul savdo vakolatchisining dastlabki 7 baholashining hammasi Uyg'ur xalqini majburiy emgakka selishga munosabatli ekan. Milliy musibat. Abturi Burhan Muhammad. Bir millatning beshiga keladigan eng chong tragediya shu millatning o'z beshiga kelgan qismatining qaysi xil qismat ekanligini anqirib yetmasligidir, deydi mutafakkurlar. Darvaqa kishi mavjud vaziyatini tushunib yetish uchun bugungi taqdirning qaysi xil qismatlarning xulosasi ekanligini, beshiga kelayotgan kulfatlarning, chorsizliklarining qaysi qismatga duchor bo'lishdan kelgan zanjirsimon oqibatlar ekanligini farq qilishi. Buning uchun beshiga kelgan va kelayotgan narsalarni to'g'ri analiz qilib va diagnoz qo'yib yakunlab chiqishi shartdir. Gegelning ta'biri bilan aytganda, yer yuzida o'zini o'zi idrok qilishga qobil yagona jonliq bo'lmish insonning bugunini tushunish uchun tarixini harakatga keltirishi va bu soyada qismatlarining ichki va tashqi yuzini aniqlashi hamda uning tegi-taktiga yetishi lozim. Qarshilik ro'ymi mana bu tegi-taktiga yetishdan halqagan bo'lishi, angliqlik, tuyg'unlikdan nesivlangan bo'lishi, Gulxan misoli hamisha lavildab turgan bo'lishi kerak. Undaq bo'lmaydigan, Firavundan qutulibmi manzildan adashishni davomlashtirgan cho'llikka mahkum zehni qullarning qismatini takrorlab yashash, bir izidan asholmay o'tish, to'g'ri yo'li va g'oyasini yitirib qo'ygan g'ofillarning qismatiga duchor bo'lish hech gap emas. Mustamlika davrimizdan beri tajovuzchilar tarafidan eng gavdalik urg'unib kelayotgan, shundaqla tajovuzchilarning gumashtirlari tarafidan zehnimizga majburiy singdirilib kelgan va ilm turli usullarda quloq tuyimizda o'qilib kelayotgan shuarlar amaliyotda millatni haq yo'lni tepishdan adashtirishni, hur vatanning hur insonlari bo'lib yashash g'oyasini ishga oshirish shuurini qardan chiqarishni va mustaqil davlatini asli keltirishdan iborat milliy g'oyani zihnlardan tozalab unutildirishni maqsad qilgan safsatalardir. Suslashtirish, ko'zi yetmas qilib o'tish, bosh egmay iloji yo'qligini talqin qildirishlar, degan yeriga kelib berishni, prinsipdan tushib berib turib taqoq yo'lni etishni bir turlik oqilanlik ko'rsatishlar, g'oyaga yetishning atalmish vositasi qilib olishlar, unutildirishni g'oya qilgan sehrli safsatalardir. Shundoq, eng chong tragediya o'zining qaysi turidagi tragediyani boshdan kechirayotganligini anqirib bo'lolmaslikdir.
Uningdimi dahshat va ichinishliqi o'zining texicha anqirib bo'lolmayotganligini farq qilishning farqini ayriy olmas va ayrishqimi qiziqmas holga kelib qolishdir. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.